2016-yilning boshida market juda ham tushib ketdi. Biz hatto 3ta shoferni pulini to'la olmaganmiz. Asosiy narsa Amerikada angliskiga gapir, never give up deydi, hech qachon taslim bo'lma. Qanaqa og'ir vaziyat bo'lsa ham hech qachon taslim bo'lma deydi. UJL hozirda Illinoysdagi trak soni bo'yicha eng katta kompaniyalardan biri hisoblanadi. Bizda mingdan ortiq o'sha traklarimiz bor. Trak buzilishidan oldin bizga notification keladi, ya'ni 24/7 ishlaydigan. Bizni kompaniya tezda moslashish uchun o'zimiz dars rejalari qilib chiqsak, kitob yozganmiz bu bo'yicha. Trakni qo'ydim, yaxshi narxga, arzon narxga. Tasavvur qiling, 15 ming. Ba'zilar menga telefon qilib aytayaptiki, "Aka, fonogramma yillik oborotimiz 200 million atrofida, niyatlarimiz katta. Chanaxondan yangi terminal qurilyapti." Ota-onamiz ko'proq aka-uka birga ishlashini xohlashgan va nimaki soha bo'lsa, doim birga bo'lib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, qayerga bo'lsalar ham birga bo'linglar deb doim qo'llab-quvvatlashgan ota-onamiz.